Assalomu alaykum kanallarimiz, hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan ko'chmas mulkimiz Urganch shahrimiz markazida, Temur Gamburgga yaqin yerda joylashgan 4 qavatli binoni birinchi qavatida remontdan chiqib turgan 2 xona kvartira bilan tanishib o'tamiz. Birinchi qavatda ham yo'l ham yaqin desak ham bo'ladi aziz yurtdoshlar. Yo'l 50 metr, 60 metr yurib chiqasizlar. Burada 19 marshrut ham o'tib turibdi. Transportdan ham suv, svet, gazdan ham muammosi yo'q. Ajoyib mesla shahrimizning qalb markazida. Magazinlar ham hamma o'ng'ayli. Bir yanda hurmatli obunachilar haqida Dekkan bozor, Raycenter bozor, Darital zo'r mesada joylashgan. Ham birinchi qavat, chiqib tushish ham o'ng'ayli. Remontdan chiqib turibdi, to'g'ri girib yashidan zamonaviy stenli kotellar ham o'tirilgan. Ham ko'prik pol 100% oyoq telar. Qani yetkazsa, birgalikda ko'rib, donishib o'tamiz. Hurmatli vatandoshlar, kvartiramizga kirib keldik. Girgandan koridor joylari ajoyib qilib remont qilib qo'ydilar. Devorlar polni oboy. Doğru girib yashaydigan xonadonimiz Yevro remont, yana girish ishlari ham ajoyib, sifatli ishlar ham qo'yilgan, plyumslar ham o'rnatilgan. Bu yerda sanuzel qismi, oshxona, keyin gostinitsa, bu yerda spalnisi joylashgan. Bu yerda to'rda esa veranda qismi. Birinchi chetdan obzorni qilib boraveramiz azizlar. Sanuzelimiz pulni tayyorlangan, ko'rib turgansiz, hamma o'tida o'zgargan, mumtoz vanna, rakovina hammasi. Suv cho'chiklar ham qo'yilgan. Bu yerda aristollar ham bor, panel, patologlar esa plastik xizmatlar. Suv, svet, gaz yetib turibdi. Oshxonamiz ham oyoq teylari kafel ham 100% xonadonimiz tubli pol bo'lgan. Bu yerda fartuklar ham bor, kuxnya mebellar, gaz plitalar ham qo'yilgan. Aynalar ham ajoyib yog'och aynalardan qo'yilgan. Podogolniklar ham bor. Bu yerda kir mashin toshkalar ham bor. Yana ko'rib turganingizdek, akkuratniy xonadon ekan, fayzli bir chiroyli xonadon. Javobiy salonning orqa tarafi Temur Gamburg ham yaqin azizlar. Zal kısmımız 3'una 5.60 admede düşkən. Medine çırayla qılıb kondisyonerlər monat qoydular. Jalüzlər həmməsi qaladon əzlər. İşlər həmməsi MDF iş. Bu tərəfimiz veranda kısmı boladı. 2'ye 3 rəzmədə düşkən. Benə çıqat qıb qoydu təkəllər. Akkuratni qılıb bir də zamanəvi dukuntur, nəsini ataplayalım qoyulur. Stabilizatorları, reduktorları ham var. Teplivol kollektorları bir də götürənsin. Xalayını açıb ilib qızışır mümkün. Ayaktiler laminat pol kılıngan xanalar kepgan taraflar bir kafeli devorlar aboy kılıngan chiroyli ajoyib sifatli aboylardan lyustralar ham asılgan izlar. Yani spalni kısmımız bo'ladi. Spalnimiz ham eshiklari MDF eshiklardan aynalı. Hurmatli obunachilar, bu ham laminat pol bo'lgan 270 560 razmerda tushgan devorlar aboyning aynalar yog'och ayna, podogolniklar qo'yilgan, aynalar reshotka ham qilingan. Hurmatli obunachilar va hurmatli do'stlar, kanallarımız a'zolari, kvartiramızın lokatsiyasini, местоположениесini aytib o'tadigan bo'lsak, Temur Gamburgning yonida 4 qavatli binoni birinchi qavatida 2 xona remontdan chiqqan xonadon bilan tanishib o'tdik. Narxini to'xtalib o'tsak, narxini videomizda boshida yozib qolgan, bemalol kelib ustida savdolashib olishingiz mumkin. Hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi roliklarimizda görüşünce xayrlab qolamiz.